Sizga yuqori foiz hamda mablag'laringizni qisqa vaqt ichida bir necha barobar ko'paytirib berish uchun pullaringizni investitsiya qilish taklif etilmoqdami? Bu gaplarga ishonmang. Dunyoning hech bir davlatida mablag'laringizni bir necha soat ichida ko'paytirib beradigan foizlar mavjud emas. Fuqarolar ishonchini suiiste'mol qilib, aldab, tezda katta pul topishni taklif qiladigan firibgarlarga ishonmang. Suhbatdoshingiz ishonchli tuyulib sizga katta foyda va'da qilsa ham, begonalarga hech qanday pul mablag'larini o'tkazmang. Ularga ishonmang. O'zingiz va yaqinlaringizni firibgarlardan saqlang. Misol uchun, muhtojlarga yordam ko'rsatish, yutuqli tanlovlar o'tkazish yoki g'oliblikni qo'lga kiritish, shuningdek, foizsiz onlayn kreditlar olish haqida davlat idoralari va bank saytlariga soxta havolalar yaratish. Agar siz tasodifan shubhali saytlarga havola orqali kirgan bo'lsangiz, parol va bank kartasi ma'lumotlarini kiritmang. Hatto sahifa bankingizning rasmiy veb-saytiga yoki sahifasiga juda o'xshash bo'lsa ham, avval ushbu saytning haqiqiyligini tekshirish zarur. O'zingiz va yaqinlaringizni firibgarlardan saqlang. Ushbu video orqali siz firibgarlikning eng keng tarqalgan turlari hamda ulardan qanday himoyalanish haqida bilib olasiz. Bankdan qo'ng'iroq. Bankdan qilingan qo'ng'iroq hatto ehtiyotkor fuqarolar uchun ham juda xavfli bo'lishi mumkin. Chunki jinoyatchilar manipulyatsiya va yolg'on gapirishni yaxshi bilishadi. Agar sizga bank yoki boshqa to'lov tizimlaridan qo'ng'iroq qilib, o'zingiz hamda plastik kartalaringiz haqida ma'lumotlaringizni bilishmoqchi bo'lsalar, zudlik bilan telefon go'shagini qo'ying. Unutmang, bank kartalaringiz haqidagi ma'lumotlarni hech kimga bermang.